Qolsa mana ko'k rangli rezina qoplama bilan qoplangan, ichida noma'lum modda bo'lgan zakladka. O'zbekistonlikmi? Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan bugun Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalariga chek qo'yildi. Uchtepa tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ichki ishlar organlari xodimlari shubhali harakatlangan shaxsni to'xtatib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirdilar. Uchtepa tumani 24-mavzida xizmat olib borayotgan vaqtimizda o'zida shubha uyg'otgan bir nafar fuqaroni ko'rib qoldim. Fuqaroni kuzatuvga oldim. Shundan so'ng hamkasbimga telefon apparatim orqali xabar berdim. O'zi shubha uyg'otgan fuqaroni to'xtatib, xolislik ishtirokida ko'zdan kechirgan vaqtimizda 12 dona ko'k izolentaga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Shundan so'ng shu fuqaroni avtomashinasi ko'zdan kechirilgan vaqtda yana xuddi shunday 18 dona ko'k izolentaga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Qayerga bekitgansiz hozir? Siz bekitgansiz moddani? Ko'k rangli rezina qoplama bilan o'ralgan noma'lum modda bo'lgan ichida zakladka. Shuningdek, dastlabki surishtiruvlar davomida gumonlanuvchi Nazrullayev tomonidan Uchtepa tumani hududida zakladka usulida yashirib qo'yilgan yana 18 dona sintetik giyohvandlik moddasi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Natijada ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jami 49 dona sintetik giyohvandlik vositasining tarqalishiga chek qo'yildi. Zakladka yo'li bilan narkotik moddalarni qo'yayotgan paytimda uchastka nozirlari meni ilg'ab qolishdi va shu orqali cho'ntagimni tekshirishganda o'sha cho'ntagimdan va telefonimni tekshirishganda telefonim orqali rasmga tushirilgan o'sha nuqtalar aniqlandi va ularni ham o'zlari musodara qilib olishdi. Ming afsusdaman qilgan ishimdan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.